Men Imamqulova Shohista Bahadirovna, Nafis Med Estetik Klinika preventiv lor shifokoriman. Ko'pchilik mendan so'rashadi, preventiv lor bilan oddiy lorni nima farqi bor? Preventiv lor a'zolar darajasida emas, hujayra darajasida ishlaydi. Agar sizda yoki farzandlaringizda oshqozon-ichak traktida muammo bo'lsa yoki kun tartibi, ratsionda, vaqtida uxlamaslik, hozir internet zamonida gadjetlardan foydalanish oqibatida umumiy immunitet pasayadi va bu yuqori nafas yo'lida tez kasalliklarni chaqiradi. Preventiv lor esa hujayra darajasida ishlaganligi uchun nafaqat yuqori nafas yo'li, barcha a'zolaringiz va butun tanani salomatligiga yordam beradigan shifokor hisoblanadi.